Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi ko'chmasligimiz Dekkan bozorining yanında bir Anna Hostel. Şunun doğrusundaki 8 etajlı domның ikinci etajında 2 xanalı kvartiram satığa çıktı. Kvadrat metri 57 kvadrat metr hurmatli yurtdoshlar. Skvoznoy kvartira. Mestasının umuman gap yo'q. Ben qirg'iz yap qo'ying. Bir de 9 etajlı dom bor hurmatli yurtdoshlar. Köne dom. Hamma biladi 9 etajga Dekkan bozorining yanı desa. Anna hostelining marşrutdan umuman problemasi yo'q. Avtobus marşrutlar o'tib yotibdi dedi. Hamma joyga yaqin joyda 2 xonali kvartirani sotib olishibdi. Qancha ish kerak bilan danışib görüşüp chiqsak. Hurmatli yurtdoshlar, ikinci etajımıza yetib keldik. 8 etajlı domның ikinci etajında hurmatli yurtdoshlar, her etajda 3 xo'jalikdan ekan. Yine ajoyib galagillar qo'yilgan, oyoq teli muramur ekan. Bedenen liftlari bor, vaqtincha ishlanib turibdi. İkinci etaja lift shart emas. Joyimizni 3-chi etajından sotiladigan joyimiz bor. Indiki videomuzda görüp o'tasiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kelganimizda chap qo'limizda rakovina joylashgan. Hurmatli yurtdoshlar, rakovinamiz bellari kafil bo'lgan, aynalar qo'yilgan, suv, svet, gazdan umuman problemasi yo'q. Hamma narsa kelib turibdi. Bir de hozircha ijarachi o'tiribdi hurmatli yurtdoshlar. Bir de mestasına umuman gap yo'q. Dekkan bozor zo'r mestada. Bir de yine shitleri, avtomatlari, her xonani avtomati shu yerga joylashgan. Joyimiz, hamma joyimiz bu yan tarafimiz shu girish o'timiz bilan kuxnimiz to'plab bo'lar ekan. Hurmatli yurtdoshlar, joyimiz skvoznoy. Bu yan taraf zalimiz bo'ladi, bu yan taraf spanniy. Bu yan tarafimiz sanuzel, bu yan tarafimiz kuxni. Kuxnimizni ko'rsatsak, joyimiz ayrim jihozlari bilan sotiladi. Kelishinizda xonandilik bilan kirmashin puli kelishinizda tashab ketilinadi. Bu yan tarafimiz kuxnimiz deyning. Gaz plitalari bor, moykalari bor. Ajoyib mebellari bor. Bir de katyolimiz joylashgan. Katyolimiz original, yaxshi, sifatli, Arifil filmalik turibdi. Reduktorlari bor. Joyimiz gazlari girib, ajoyib bo'lib taxlanib turibdi. Toza domda. Aynalar akvayna, bir de padagonniklari bor. Joyimiz hamma joyi akvaynalardan joylashgan. Oyoq telamiz parketning pol. Pataloqlarimiz kuxnimizga yine ajoyib galagillar qo'yilib plastik ekan. Bir de televizor qo'yish uchun antenna simlari kelib turibdi. Rozetka ham qo'yib ketganlar. Yan tarafimizga kiradigan bo'lsak, spannimiz hurmatli yurtdoshlar. Ajoyib mestada, ajoyib kvartira. Bedenen pataloqlari ajoyib figura bilan ishlangan ekan. Oyoq telamiz parketning pol. Bir de mebelamiz bor ekan. Shkaflarimiz kelishinizda qoladi. Ayrim jihozlari bilan sotiladi joyimiz. Bu ham tarafimizga kiradigan bo'lsak, sanuzelimiz, shilkamiz bor. Bir de tozimiz, yan taraf da patolog açalı kafel, demaxotu bor, simistitlar ham yaxshisidan qo'yilgan ekan. Oyoq teli, to'pli pol, eshiklar ham zamonaviy, yaxshi sifatli, NDF eshiklardan ekan. Yan tarafimiz zal. Joyimizni kvadrat metrine keladigan bo'lsak, 57 kvadrat metr. Joyimiz kimga ma'qul bo'lsa
Hashtag telefonlar telefon bağlanışlarınız mümkün. Sağ olun, selamet olun. Narx navasını tiyinde yazıp kaldıramiz.